Assalomu alaykum qadrli hamyurtlar, qadrli kuzatuvchilar. Bugun yana bitta obyektimizga kelganmiz. Ishlarimizni yakunlash jarayonidamiz. Ushbu obyektimiz Farg'ona viloyat Quvvat tumanida joylashgan bo'lib, to'yxonaga mo'ljallangan obyektimiz. Razmerlarga keladigan bo'lsak, eniga 23 metr, uzunligi 50 metr. Shu joy tepa tomonini metal konstruksiyadan foydalanishga topshiryapmiz, xudo xolasa. Barcha mahsulotlar o'zimizdan bo'ldi. Metal konstruksiya, konteyner mahsuloti. Ko'rishingiz mumkin mana. Baquvvat qilib, lo'mboz bosgani ham yaraydigan qilib. Mana ishlarimiz sifatini ko'rishingiz mumkin. Uruinda mana shu kran yordamida ikkinchi etajga olib o'rnatyapmiz. Mana konvert tomoni qoldi. Shu tomonni olib bersak, tepasiga keyin shifrini qatirib beramiz. Kimda shunaqa xizmatlar bo'lsa, ekranga nomer qo'yamiz, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Ma'lumot olmoqchi bo'lganlar ham telefon qilsanglar, bemalol ma'lumotini beramiz. Razmerini aytsanglar, kvadratlarni chiqarib, narxini chiqarib kelishaveramiz. 24 ga 7 aloqadamiz, ekranga nomer qo'yib qo'yamiz. Tanishinglarga jo'natib qo'yasizlar. Shunaqa katta zdaniyalar tepasini yopmoqchi bo'lgan tanishinglar bo'lsa, har qanday holatdagi, razmerdagi holatda bo'lgan inshootlarni tepa tomonlarini yopib beramiz, muammosiz. Bundan tashqari mol ferma, qo'y ferma, tovuq ferma, mini stadion, yashash uyli tomlari, har qanday inshootlarni tepa tomonini yopib beramiz. Aloqaga chiqaverasizlar.